Yakında Elon Musk'ninki bir mashina adam qizvalını söygen resmi bütün tor dünyasını bir aldı. Musk zat nemiş qilmoqchi? Boytaqlarning bahari rastlı yetib keldimi? Alemdeki acayip g'aroyib ishlar qiziqsangiz, menga ergashib oling. Elon Musk o'tganda Tesla şirketi yasab chiqqan Optimus markali ishxona ishlariga yordamchi mashina adamni butun dunyoga e'lon qilgan. Endi Musk yaqindan buyon bir turkum qizvali mashina adamlarni ishlab chiqardigandek qilib turdi. Deylishicha bu qizvali mashina adamninki qilolmaydigani yo'q-ki, bilmaydigani yo'q-ki. Uy ishlarini qilish, ratlash, tozalash, kir yuvishdan tortib tomoq yetishgacha, bola boqishgacha mush ishlarning hammani qila oladi ekan. Odamni eng qo'rqitadigan yeri shuki, bu qizvali mashina adamninki qo'rsoq qismga hozirgi zamondagi eng ilg'or homil yetishtirish texnikasi hisoblangan-ki, ya'ni bu qizvali mashina adamninki badani spermini qabul qilgandan keyin tuxum hujayrasi bilan birlashtirib, mush qo'sig'ida proberkada homil yetildi degandek bal tug'alaydi ekan. Bu mashina adam qiyirmaydi, charchab ketmaydi. Buning kalisiga ChatGPT qachilangan bo'lib, bundan qanday savol so'rasangiz shunga to'liq javob bera oladi. Ya'ni kelib bu mashina adamninki chiroyini xohlagancha buyurtib yasatqizib bo'ldi. Masalan, chiroyi Gulnazarga o'xshasin, chiroyi Dilrabaga o'xshasin desangiz, shu pet yasab aytib turdi. Bu mashina adamninki chiroyi Gulnazarga, Dilrabaga o'xshab qolmasdan bütün qiliqlari, ovoz, ish so'z, harakatlardan tortib hammasi 100% shularga o'xshaydi. Demak, navoda bu mashina adam texnikasi pishib yetilib, bozorga selinib qolib qolsa, siz kimni yaxshi ko'rsangiz, kimga amroq bo'lsangiz, shu adam bilan bir umr birga o'taysiz degan gap. Bu albatta nurg'ulg'an jamiyat masalalarini birlikda olib keldi. Nurg'un yoshlar mushu qizvali mashina adam sababli to'y qilmaslikni talab qilish mumkin. Bu qizvali mashina adam texnikasi yangi bozorga solingan chaqda bahsnayt qimmat chiqishi mumkin. Lekin bu bara-bara azalaydi. Xuddi Tesla'ning mashinalari beshidan ayt qimmat bo'lib, keyindan hozir 100 necha ming ko'ga setib olib bo'lganga o'xshaydi. Hatto bu qizvali mashina adamning bahsi tavallab 199 ko'ga bo'yo uyingizga boradigan holat shakllanishi mumkin. Tesla'ningki mashina adam sun'iy aql idrokka munosabatlik yig'ini bu yil 9-oyning 30-kuni ochilmoqchi. Nurg'un kishilar Tesla'ning qizvali mashina adami dal mush kunsi butun dunyo bilan uchrashdi deb qaramoqda. Ertaga qizvali mashina adamlar faqat turmushdagi hamrohning xizmatini tatib qolmasdan sizning hozirgi xizmat o'rningizni tatib olish mumkin. Shunday kunlar yetib kelishdan burun o'zingizda ma'lum bir texnikani yetildiring. Agar doim bilimlarni nihoyat kasbiy sistemli holatda o'rganmoqchi bo'lsangiz, meni izlasangiz bo'ldi. Aloqa usulim boshpatda bor. Baxtiyor 0111 degan undar nomerini qachilab aloqa qila olasiz. Agar Elon Muskning qizvali mashinadan bozorga solinib qolib qolsa, siz uni setib olamsiz, setib olmamsiz. Siz chiroyi kimga o'xshaydigan mashinadan setib olasiz, inkasrayim ko'rishaylik. 快手，拥抱每一种生活。